qo'llarimizni. Qo'llari oppoq ekan. Bu o'li terilarni tushiradi, bilasizlar, skraplarni o'zingiz qo'lingizda qiling, his qilishingiz uchun. Poralarimiz yopilib qoladi. Ko'p skraplarning ichida qumga o'xshagan narsa bo'ladi-da, yaxshi tozalamaydi, yuzlarni shilvoradi, qizartirib. Qo'lingizdan chiqyapti, mana ko'ryapsizmi? Yuzingizdan ham xuddi shunaqa chiqadi. Qop-qora poralari yopilib qolganlar ochiladi. Yuzingiz nafas oladi-da. Mana hozir endi yuzlarda makiyaj bor, qo'llarga qilib ko'ramiz. Mana qo'llarda qarang, qanaqa toza bo'ldi. Salfetkamiz bor hozir. Effekt qanaqa? Effekti bomba ekan lekin. Voy, mana buni chiqishini Keling, tashlaymiz. voy sonda yurdim-ku. Jo'rib qolgan qanaqa kremas bu? Kremas, endi mana bu kremimizni, bizning brend kremimizni qo'llarga yuvib suramiz. Bu namlantirib, oziqlantiradi. Buni ham surib oling, qo'lingizda. Yumshoq qilib qo'yadi bu kremimizni. 0 yoshdan 100 yoshgacha qizlar bu. Terini mayin qilib oziqlantiradi. Erkaklar ham soqol olgandan keyin ishlatishadi. Chaqaloqlarga ham ishlatsangiz bo'ladi. Allergiya bermaydi 100%. Mana yaxshi narsa. Endi ikkita qo'yingizda. Yo'q, mana buni asosiy kerak. Skrab. Mana qo'llarimni qanaqadir qurib, qattiqroq bo'lib qolgan. Sho'ralab bunda venalargacha ko'rinib ketdi. Yumshoq bo'lib qoldi qo'llar.